أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik savaştaşlar, biz aldığımız saatlik dersimizde kitabımızdaki birinci kısım, üçüncü bab, yani olumlu Kur'an'a münasebetlik mezmunlar hakkında toxtulup, şunun ikinci faslisi el-muhkem vel-muteşabih hakkında toxtalgan. Muhkem degan nemo, muteşabih degan nemo, bu haqda bir qism tushunchalarni bergan. Endi shu vaqtda biz tarjih qilgan ma'no bo'yicha aytgan vaqtda bugungi anvaul muhkam degan mazmun bo'lmasligi kerak. Chunki biz ilgirki soatlik darsimizda tushundirgan bo'yicha, ya'ni tarjih qilgan ma'no bo'yicha mutashabih degan nima desa, ya'ni uni bilish imkoniyati qat'iy bo'lmagan, bizning idrokatimizning sirtidagi g'aybiyatga aloqador ishlar nima bo'lganda mutashabih bo'lganda, undan boshqa ishlar muhkam bo'lganda, mushu bo'yicha aytgan vaqtimizda muhkamning turi yo'q, mutashabihning turi yo'q. Muhkam mutashabih buludu asli. Ama muhkam mutashabihning ma'nosi, ta'rifoti haqida boshqa fikrlar bor. Yani mutashabihni biz degandek tushuntirmay, balki mutashabih azroq ma'nosi tutqib qolgan har qanday bir ish, aqallisi bir grammatikalik tutuq, masalan bir balog'at nuqtasidan bir ma'noning azroq tutqib qilishidan tortib ishqilib boshqalarning tushunchasidan biroz cho'ng yoki biroz tushunish qiyinroq mazmunlarning hammani muhkam yoki hammani mutashabih deb aytgan vaqtida, shu nuqtadan aylangan vaqtda muhkam mutashabih ma'nosi, undan keyin muhkam mutashabihda nim paydo bo'ladi, anva paydo bo'ladi, tur paydo bo'ladi. Uning belgilanadigan qismi, belgilanmaydigan qismi, masalan degandek bir turlar paydo bo'ladi. Abtur shu vajdan bo'lsa kerak, darsda anvaul muhkam deb bir mavzu temadan birini qo'ydi. Bugungi darsimiz shu yerdan boshlanadi savoqdaşlar. Qani o'qib boqaylik. Muhkam biz ilgirki darsda tushungan bo'yicha ro'shan ma'nosini tushungani bo'ladigan dedik. Abtur buni shu ro'shanlikida bir necha daraja bo'ladi deb darajaga bo'ldi. Va min ajli zalik, shunun tufaylidan kishilar deydi. Kishilar nimada farqlanadi? Shu muhkamning hammani o'zlashtirishda, tushunishda, ma'no va mazmunlarini qanaq bo'lishda egallab hammasini bilib bo'lishda farqli. Masalan, fa hunaktiki fa, masalan bu yerda nihoyat ro'shan oyatlar borki, buni odatdagi arab tilini bilgan, arab tilini tushungan har qanday odam qanaqa qilaoladi, tushunalaydi. Bu bir türü devatidem de abdurma. Asli buna anda şekilde ayırışından hiç hacet yok. Ve hunaki ayet, yani bu yerde başka bir yeni bir türlük ayetler var ki, bunu fakat Arap tilininki içki sırlarından haberdar ulemalarla ve netice çıkarış, usulü fıkhi, balagat kaideleri, din paydalanışqa iqtidor yetadigan, güzel sözünü qana qilish, his qilish iqtidori berilgan maxsus ulamalar qana qilalaydi, tushunalaydigan oyatlar bor deydi. Menchalik bu darajada muhkamni ma şekilde qana qilish, ayirish bir ortiqcha yani. Endi mushu farq ro'shanlikdagi mushu farq normal hammadan ko'rayotgan mushahid degan ma'ruf, hattoki insonning so'zidimi ma'ruf. Masalan, insonning so'zi deganimiz normal ba'zida mening gapimni men bilan yaqin o'tadiganlar bekroq tushunishi mumkin. Men bilan yaqin o'tmaydiganlar oz tushunishi mumkin. Bu o'xshash masala. Masalan, abdur misol ustida mushu qonun moddalari davlatniki
Hatta sotçularning, qozilarning yoki hokimlarning maxsuslarimi buni tushunishda barabar olmaydi. Qasida she'rlari, nasr tekstlarimi uning ro'shanligida farqli. Buningda shunday bir narsalar borki, buni faqat arab til boyligidan va go'zallik tuyg'usidan bir go'zal nasiba berilgan odamlarla tushunadi. Mencha bu gaplarni hammani deyish hojatsiz. Muhkamning ichidan tushangildiganlari va oson tushangildiganlari va tez tushangildiganlari va degan bu shakldagi ayirish mencha muvofiq emas. Tamam. O'tib ketsak bo'ladi, savoqdoshlar. Endi mushu qabilidagi biroz tushunishning bo'lgan, qiyin bo'lgan oyatlarni mutashabihning ichiga tiqib aniq g'alat. Menga bu nayt o'rinliq emas, savoqdoshlar. Ya'ni biroz tushunmay qolgan oyatni kelib bu nimaga mutashabih. Chunki biz ilgariki darsimizda o'tgandek mutashabih faqat tushunish imkoniyatimiz bo'lmagan g'ayb doirasiga kiradigan ishlarni mutashabih dedik ya. Ham azroq tasroq tushunish biroz ig'ir keladigan oyatlarni kelib mutashabihning ichiga kirgizib o'tish bu bir xatolik deyotdi. Endi mutashabihning turlari kelib boqaylik. Mutashabih anwa bihasbi mavdu'ihi. Mutashabih o'zining temisi bo'yicha bir qancha turli bo'ladi. Masalan, shu turliklari surlarning beshidagi uzuk harflarga o'xshash, qiyomatning vaqtlarini bilish, masalan, normal ism sifatlar dalolat qiladigan haqiqatni bilish. Haqiqat degani masalan Allohning qo'li bor dedik, mohiyati nima buni biz o'qimaymiz. Allohga isbotlangan nurg'un sifatlar va buni mohiyatini o'qimaymiz. Undan boshqa mazmunlar. Va kullu zalik bularning hammasining haqiqiy mohiyatini faqat Alloh taborak va taololar qana qiladi, biladi. Bularning bir qancha daraja bo'lib, ba'zi mutashabihlikda ba'zidan ig'irroq. Mana bu biz mutashabihning turlarida kiradigan mazmun shu. Ammo mana bir ulamolar va ammal ulama allazina yaqulun mundaq deydigan bir ulamolar va mutashabih innal mutashabih yumkin an yu'raf. Mutashabih yani bilgili bo'ladigan mutashabih deb kelib endi mutashabihning bilgili bo'ladiganlari bormi yo'qmi degan bir masala o'rtaga chiqdi-da. Men sizlarga ilgari darsda tarjih qilib bergan vaqtda yo'q deb tarjih qilib berdim. Ammo bilgili bo'ladiganlar bor degan vaqtda mutashabihning doirasini kengaytirish to'g'ri keladi. Yo'q degan vaqtimizda eng tar doira. Ya'ni biz bilish idrokatimizning sirtidagi ishlarga to'xtatish to'g'ri keladi. Bu nuqta kalangda endi qolsin. Yani ular tilga bilish mumkin bo'lgan mutashabihda bular bir qancha turni tilga oladi. Bu turlarning ko'pinchisi amaliyotda biz sabaqa zikruhu yuqorida tilga olinib o'tgan haqiqiy historik ulamolar biladigan muhkamning qatorimi. Qarang, men Abdurnochiga qilqilik. Ya'ni ba'zi mutashabih va bilgili bo'lgan mutashabih degan mutashabih amaliyoti muhkam. O bilgili bo'lsa mutashabih olmaydi uni. Meni xas ulamolar bilsin, mayli ish qilib inson bilgili bo'lsa, ish qilib tutilmaydigan inson bilasizlar, bunun bo'lmaydi, mutashabih olmaydi. Hatta bu haqda nayt zo'r kenglik bo'lar. Bir yot so'znimi, hattoki bir yot so'z degan gap bizlar bilmaymiz ba'zi so'zni. Biz emas. Arab o'zi arab, professor o'g'illarning ba'zi taqishadigan so'zlar va boshqa so'zlarni, masalan, Qur'oni Karimning G'aribul Qur'on kitoblarida yoki til muajjamlarida ma'nosini qana qiladigan, bayon qiladigan yot so'zlarni hatto mutashabihdan qolgan ahvol va bobak haddidan oshqonlik yoki masalada biroz normalsiz kengayib ketganligini savoqdoshlar. Mushu nuqtadan bularni Abdur mutashabih manchi qism demay, makabga qaranglar. Abdur nomayadagi ustunligi deymizmi yoki inchkiligi deymizmi? Abdur mutashabihning turiga nisbatan biroz ko'ngilda naqayli qo'g'achqimi mutashabih manchi qism demay, deydi mutashabihni bular bir nechta taqsimotga bo'ldi degani xuddi men buning mutashabihni bir nechta qismga bo'lishiga tam qoyil emas yoki mening ko'nglimda unda emas degandek bir ma'noni bu yerdan qanday qotadi bir vatida puroq shaklda. Va sanulimmu bihadihi at-taqsimat ilmaman sari'an. Biz bu taqsimotlarni tez bir shaklda o'rganib o'tamiz.
Elemme, yulimmu, nulimmu degan gap ugunib o'tish degan ma'noda. Va in kunna la nusallim bi sihhatiha kulliha. Men rast gapini qildim olib turmaydi. Garchi biz bu taqsimotlarning hammasining to'g'riligiga qoyil olmasaqmi? Abdur rast gapini qildi. Qoyil emas, ammo shunday olsin ugunib o'taylik. Ma bilim qarindoshlar. Bilim degan nima desanglar, to'g'ri narsalarni o'rganish emas, to'g'risini xatosini o'rganib, to'g'rini to'g'ri deyish, xatoni xato deyish bilim bo'ladi. Birinchi taqsimotga kelsak, bular shunda deydi. Zakar shunda deydiki, mutashabih 3 turga bo'linadi. Mush gibining o'zidan Abdurninki bu gaplarni davatqanligini bilamiz, ammo ko'ngildan qoyil emas. Birinchisi labzi jihatdagi mutashabih. Bu o'simi labzi sabablik shuningga tutuqliq qana qilgan yetgan so'zlar. Bu ikki turli bo'lib, birisi taq so'zlarga berib to'xtaydi va buning ikki turini qanaq bayon qildi. Birisi yatliqqa berib to'xtaydi. So'zdagi g'arobat, balog'at huquqliq ancha-munchalar abga o'xshash va fakihatu va abba degandagi abbaga o'xshash. Yana bir turi ishtiroklikqa degan gap so'zningki ko'p ma'nolarga qo'llanish alohidligiga berib to'xtaydi. Şu. Endi mao yalğız sözge qartilgan birinci tür. Endi ikincisi mao cümlege qartilgan yani murakkab qurilma cümlege qaytadigan turi olsa, bular bunun 3 misal keltiriladi. Birisi cümleni qisqartishdan paydo bo'lgan mutashabihlik, g'umuzlik. Birisi cümleni bek kengaytib etishdan paydo bo'lgan qism, yana birisi cümleninki nazmi sabablik paydo bo'lgan qism. Bular deydi. Bular mushularninki har bir mushturlardan har biriga misollarni tilga olganlik. Mushu turlardan har biriga kishini qanoat qiladigan misollarni tilga olganlik. Endi nimaga qanoat qilgansa, bular mutashabihni tafsir qilishda to'g'ri emasligiga qanoat qilgan. Ma'lum so'zlab kelib, buning gapining xatoligi chiqadi deyapti. Ya'ni mutashabihni bu qadar kengaytirish to'g'ri emas deyapti. Bu yuqoridagi qismlarning hammasi mutashabihni labziy jihatdan bilish. Diqqat qilsanglar, Abdur hadidan ziyada kengaytmadi gapni. Faqat ma'lum manda deydi. Oxirgi bilan bu gaplarning hammasi to'g'ri emas deb xulosaladi gapni. Shuni tezroq o'tib ketdi ma'lumdan. Ikkinchisi ma'no jihatdagi mutashabih. Bu nima desa, shu ma'noninki o'zi tufayli uningga tutuqliqlik yetgan mutashabih. Rag'ib o'zining Mufradat degan kitobida shuni tilgan edi. Anna minha shu mutashabihning qatoridan Alloh taolaning sifatlari, qiyomatning sifatlari, chunki laysa kamislihi shay. Allohga o'xshash hech qanday narsa yo'q. Garchi ba'zi sifatlar kelgan bo'lsa-mu, bizning oddiy hukmda tushunishimiz uchun va'daliklik, lekin mohiyatini bilmaymiz. Va qiyomatning ahvollarimi biz uni tasavvur qilolmaydigan ishlarning qatoridan. Chunki qiyomatda ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning qalbiga kechmagan ishlar. Buna noktadan qiyomatga do'zaxda o't var deyilsa, biz dunyoda ko'rgan, anglagan o't asla o'xshamaydi uningga. Azab var deyilsa, biz dunyoda ko'rgan, anglagan azab asla o'xshamaydi uningga. Bu noktadan biz o'shlarning moyidigi demaymiz. Bular ma'ni jihatga mutashabih deydi. Endi İbn Taymiye rahimahullah shu ko'z qarashga bordiki, sifat oyatlarini mutashabihdan deb qata qilish xato deb kelib, bunday gaplarni deganlarga tafsilot qaytarmoqlik. Agar buni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mushu iholada berilgan manbaga qarasanglar bo'ladi. Birinchisida Fatva 13-tom 294-bet ekan ko'rib baqsaq bo'ladi. Va in kana qad qarrar, garchi shunday qaror qilgan bo'lsa-ki, haqiqat ya'ni ismlarninki mahiyatlari, sifatlarning mahiyatlaridan iborat oyatlar dalolat qilayotgan mazmunlarning haqiqati Allohdan boshqa bilmaydigan mutashabihning qatoridan deb kelib davatdi. Ammo ismlarning haqiqatlari va sifatlarning haqiqatlaridan dalolat qiladigan narsalarning mohiyati del Allohdan boshqa bilmaydigan mutashabihni ta'wil qilishning qatoridan mushuna bir turli gaplarni qilish orqali haqiqiy mutashabihni Allohdan boshqasi bilmaydiganligini Ibn Taymiye rahimahullah bayon qilgan. Üçüncü mutashabih ikkala tarafdan, labziy ma'no tarafdan, labziy ma'no tarafdan 5 turni so'zlagan uningga ketdi. Biz yuqorida bir nechta taqsimot bor degan xolasmi? Birinchi taqsimot bu,
ikkinchi taqsimot bo'lsa endi keldik. Mana bu ikkinchi taqsimot. Qani qarab boqaylik, nimalar chiqadi. Bularni mutashabihningki bilish mumkinlik nuqtasidan yana bir taqsimotini tilga oldi. Deydi-ki bular 3 turga bo'linadi. Birisi uni bilish vaqafa alayhi degan gap, bildi degan gap emas, savoqdoshlar. Mazmun xabar topdi, bildi degan gap. Uni bilish, haqiqat ala bo'lgandan keyin unga deb o'tamanglar. Vaqafa degan to'xtadi bo'lgandan keyin uning ustiga to'xtash deb o'tamanglar. Bilish degan ma'noda. Ya'ni uni bilishga faqat yo'l yo'q qism. Masalan, qiyomatning vaqti bilmaymiz. Bir maxluqlarning qiyomat bo'lgan vaqtda chiqishi vaqtini bilmaymiz. Bu bir. Ikkinchisi inson uchun uni bilishga yo'l baqsim. Masalan, yot so'zlarga o'xshash. Biz buni nima mutashabih demidik amaliyotda. Uchinchisi ikki ishning o'rtadagi qilib qolgan qismini aniqlamagan. Buni bilishga kim xos? Ilmda rost bo'lganlarning ba'zisi xos, boshqalar undan boshqalarga maxfiy bo'ladi. Biz buni ham nima bizning nazarimizda biz tarjih qilgan qoidada tarjihda ma ikkisini biz mutashabih demidik hisoblaymiz. Bildim deyapti endi. Mushu turlarning ichidagi haqiqiy mutashabih birinchi qism. Birinchi qism haqiqiy mutashabih, ma qolgan ikkisi mutashabih emas. Ammo yot so'zlar, masalan, uni ilmda kamolatga yetganlarlar bilishga qodir bo'ladigan aqsim bular muhkamdan qatoridan. Chunki muhkam biz bayatni tilg'animizdek ro'shanlik va yengillik jihati farqlanadi. Muhkamning ichidan cho'nqur mazid degan gap texmo cho'nqur tafakkur qilish, o'ylanish qim ehtiyojliklari va kishi uning ma'nosi va mohiyatini bilish uchun vaqafa yaqifu qarasani bilish uchun deb tarjima qiladi. Tamam, shuni bilan mutashabihning turlari tugadi. Endi qarindoshlar bir nuqtaga diqqat qilsanglar, mutashabihning 5ga qaytaylik. Mutashabihning 5idan biz bir oyat o'qigan. Mutashabihning 5idan bir oyat o'qigan savoqdoshlar. Bu oyat tam muhkam mutashabih masalasida bizga qanday pozitsiya tutishni o'rgatadigan oyat. Diqqat qilsanglar, huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat unnawmul kitab. Qur'onda muhkam oyatlar va Qur'onning asosiy qismi deb bo'lib va boshqa mutashabihlar bor. Deb kelib, nayt ig'ir signaldan birini berdi. Chunki men mutashabih mana shunday narsalarga insonning aql idrokotidan halqagan g'aybiy ishlardir. Bu faqat iymon etish uchun kelgan bu haqiqatlar, bu mutashabihlar. Ammo bu masalaning keyindin ko'rishlaydiganlar kim bo'lsa, fa ammallazina fi qulubihim zaygun qalbida kesal vola fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnati va ibtiga' ta'wili. Bu ishlarning keyindin ko'rishlaydi. İnsanın aql idrokotidan sirt degani kim bo'ldi? To'xtash kerak. Bizga tushunish uchun beriladigan qismdan qanday qilsak bo'ladi? Izlansak bo'ladi. Endi hozir avtor oxirida bunda bir nima qo'ydi? Temidan birini qo'ydi. Al-mutashabih val munharifun. Mutashabihlar va ozg'onlar debchi. Yo'ldan qanaqalar chiqqanlar. Qarasang mana. Vel munharifun vel mutashabih. Yo'ldan chiqqanlar va mutashabih. Yo'ldan chiqqanlar kim anda bo'lsa anglab boqaylik. Bir gapni takror eslatib qo'yay. Muhkam oyatlar nima uchun kelgan? Amal qilish uchun kelgan. Ya'ni uni tushunib, bilib, mohiyatiga yetib, amal qilish uchun. Mutashabihlar-chi g'aybiyatlar, ya'ni iymon etish uchun kelgan. G'aybiyat degan gap biz yashayotgan real dunyo prinsipidan sirtqi ish, ya'ni bizning aql idrokotimizdan sirtqi ish. Uning mohiyatiga yetolmaymiz bu bir. Faqat mush ish mashta deb iymon es saqlam yetadi. Adem Aleyhisselam laydan yarattı dedi. Qanday inson laydan yaratiladi, to'pidan yaratiladi? Bizning yashayotgan dunyamizdagi insonning yaratilish prinsipi er ayoldan tug'iladi inson. To'pidan yaratilmaydi. Ammo Adem Aleyhisselam to'pidan yaratildi dedi. Bizga nisbatan mutashabih g'aybiyat ya'ni. Bunun mahiyetini ko'chilmay Allohga bo'lgan iymonimizning turtkisida iymon etimiz bunga. Başka tarafi yok. Cennette insan qiyrimaydi deydi. İnsan qanday qiyrimaydi? Biz tushungan inson
minut sekund o'tsa hayotidan bir qadam oldiga mangdi, qiyraydi, hamma jihatda qiyraydi. Ammo jannat qirmaydi dedi. Biz yashayotgan dunyodagi, biz tushungan hayot prinsipidagi nuqtalardan boshqa nuqta, boshqa bir hukm. Biz buni qanday qaraymiz? Iymon aytamiz. Dal azg'alla qanaqlanmış nuqtalarda u yoq bu yoqqa yo'ldan qanaq chiqadi. Shu Abdur alohida temadan birini to'xtalib, al munharifun val mutashabih. Mu'minlar muhkamga ergashadi va mutashabihga iymon aytadi. Bayatning yaqislar tushundigan nuqtam shu. Bular deydi-ki, amanna bi. Biz iymon etdik. Hammasi Robbimizning qishidan kelgan. Biz mohiyatiga yetib tushunalgan muhkamni Alloh tushungan ve tushunilmagan nuqtalarni Alloh degan va tushungan shu nuqtani iymon etamiz. Qabrda azob bor dedi. Qanday katakning ichida to'planishda azob bo'lsin, ammo Alloh azob bor degachga azob bor. Dozaq va jannat va dedi. Biz dunyoda ko'rmadik, lekin bor. Iymon. Vallazina fi qulubihim zaygun. Amma qalbida kesel va kishilar desa, shu oyatlarning ichidagi mutashabih bo'lganlarini fitni izlab qana qiladi, izlaydi. Ko'chlaydi yani. Mana bu oyat kerime muqarrarlashtirilgan bir haqiqat. Mush nuqta intayin muhim sanoqdaşlar. Tarix bu oyatninki mazmunini real tatbiqlagan bir şekilde keldi. Ta'ja'at tarix tatbiqan waqi'iyan li mazmuniha. Tarix mush oyatning mazmuniga real tatbiq shaklida kelganlik. Diqqat qilsak, masalan, famadagi fa chunki qarasak degan ma'noda chunki fa. Chunki qarasak qo'llug'uchilarni qo'lga keltirishni o'zlarining fikriga qarata iroda qilgan har qanday bir ozg'un firqa bo'ladi ekan, mutashabihga iltijo qiliqliq va mutashabihni uning xushiga kelgan, yaruqulaha degan xushiga kelgan yo'l bo'yicha ta'vil qiliqliq va o'zining usul prinsiplariga uygun keladigan holatda ta'vil qiliqliq ahvol mushunda Alloh sanoqdaşlar. Har qanday bir ozg'un firqa o'zining atrofiga odam to'plab, o'zining fikrini bazaga sanoqchi bo'lsa, agar xato fikr bo'lib qolsa, nadin boshlaydi? Mutashabihdan boshlaydi. Mutashabih xolisa, xoliga yerga tortiladigan bir fursat var mutashabihda. Mana bu ahvollarda bu dinning suratini satlashtirish va dinga qana qilish, chaqilish, ya'ni ziyon zahmat etkazish oyatlarni o'z mohiyatidan chiqarib shu bunday ahvolda qaraganda yabdu degani qaraganda bu mana mutashabih oyatlarni o'zi xohlagan kallasiga kelgan, o'ziga uyg'un kelgan bo'yicha tafsir qilish azg'unlarning yo'ldan chiqqanlarning tabiiy ma'nodagan yo'l o'xshaydi. Bunda deyishimiz chunki Qur'oni Karim oyatlaridagi muhkamlari ifodasi ro'shan bo'lib, muhkam oyatlarni hammadan tushunadi. Buningda so'qinib kirishning, tuhmatning va o'zgartishning hech o'rni yo'q. Dast degani suiqasd qilib so'qinib kirish degan. Suiqasd qilish, iftiro qilish, tahrifning hech sahhasi yo'q. Ammo ma'nisi ro'shan bo'lmagan, ma'nisi ro'shan emas bo'lgan jumlaga kelsak, buningda biroz kengra o'rinlanadi. Shu ozg'un firqalarningki oldida nim deyish uchun ma oyatdagi murod mundaqdi deb o'zining ozg'unliklarini ep kelib, shu ozg'unliklarini qana qilish, muqarrarlashtirishga bir kengra soha bor. Ve izâ kânel munharifûn, endi munharif azg'alla muhkam oyatlarni batıl tafsir qilishga yuzlansa, bular yuzlangan yerda fa innahum bular mutashabih oyatlarda buzg'unchilik va o'zgarishlarda taxmi unimi qattiq. Ibn Javzi batıl tanasuh aqidasini İtiqad qiladigan Şiilarning haddidan oshqanlarini naql qilib shunaq deydi. Bu shekilga bir narsa deb qo'ysa o'tashlar. Tanasuh aqidasi qanday aqida? Azg'un Şiilarning tanasuh aqidasi va qiyomatni inkor qiladigan deb bir gap chiqdi-ku bu yerda. Tanasuh aqidasi qanday aqidasi? Ruhningki ko'chirilib ketish aqidasi. Bu aloqa Xitoyning ba'zida borchu, o'sha buddistlarning ba'zida bor. Bu qanday aqidasi? Umuman ijmoliy shaklda buning har xil turlari bor.
Ba'zi firqalar sal biraz zadidini eşib bitgan. Men mana ixcham bir şekil tushuntirib qo'yay. Qiyomat degan gap yo'q deydi bular. Qiyomat degan gap yo'q. İnsandan qiyamati qachon desa, inson o'ladi. Yaxshidan bo'lsa hayotda, buning ruhi qaytadan yaxshi odam bo'lib dunyoga keladi. Eskidan bo'lib qolsa, buning ruhi eskidan bo'lib yoki ishak bo'lib yoki cho'shqa bo'lib bunda dunyoga keladi. Tanasuh degan shu. Qiyomat degan narsa yo'q deydi. Ba'zilar Buddist Xitoyning idisimi shu. Bu to'g'risida ba'zi filmlarni ishlaydi bular. Belki necha 10 yildan keyin bilakadan bo'lib turilib masalan degandek bir şekilde. Şu azgın şeyin ama işte bir aqideler oldu. Men yana bir gapni deb qo'yay, mashila emas, çünkü azgın şeyler mi? Haddidan ziyada. Buna deganligim to'g'ri yo'ldagi şey bor deganligim, g'ulat iborasi va she'ilninki ahli sunnatga yiqilari va qiyomat masalasida nurg'un masalalarda nihoyatda yaqin keladigan ve haddidan ziyada eshib ketgan azg'inlar va ta shi'iga tava firqlarning ichida namozni 3 vaqt aydiganlar va masalan hatta namoz o'qish lazım mesele kalırım ama anı biz g'ulat hadini aşkan deymiz. Bu noktalar kıllanıldı inoq olsun. Tanasuh şu xil aqide. Yani kıyamet olmaydı. İnsan ölüdü. İnsanın ruhi ölgenden keyin qayta dunyoga keladi. Yaxshi ish qilgan bo'lsa, yaxshi odam bo'lib keladi. Yomon ish qilgan bo'lsa, ishak cho'shqa bo'lib, eski odam bo'lib, manda keladi degan bir shakldagi shu doiradagi bir aqida. Ibn Javziy ulardan mono gapini naql qiladi, ammo o'zining to'g'ri yo'lini ma'sum imomlardan izdashdan yuz o'rgan, tabiat dunyosiga cho'kib ketgan ozg'un nafslar qaranglar. Ma'sumlardan izlamaganlar, imomlardan izlamaganlar, shu shi'ning imomlari demakchi, bular mangu do'zaxda bo'ladi. Deb bo'lib, bunda deganlikning ma'nosi bunda qiyomatni inkor qiladigan emasmi? Ala ma'nan bunda deganlikning ma'nosi bu jismoniy bedellarga ko'chiriladi. Her vaqt bir bedendan ayrılsa yana bir bedenge ko'chiriladi. Dunyoda jafo tatbiqlam o'tadi deb kelib, ularning tirisi pishib ketsa, biz o'tirg'a yangi tir almoqchimiz degan oyatni dalil qiladi. Ya'ni do'zax degan shu dunyo, ular to'xtamay dunyoga keladi. Madem o'zini bedenning ro'yiga olib keladi, ashtaq dunyoda jafo tatib o'tadi deydi bular. Oyatni dalil qilib. Adamning kulgisi keladi, ma qilgan adilla kelgan oyatni qilgan tafsirga qarasa. İbn Jazari ulardan mundaq bir rivoyatlarni naql qiladi. Yani bular ro'zani sirni etishdan to'xtash bilan tafsir qiladi. Ro'za degan gap aslida to'xtash degan gap emasmi? Nimadan to'xtashdi desa, ma sirni etishdan to'xtash. Yani ularning bir sirlari va ishki sirlari. Bunda tafsir qiladi. Ro'za tutmaydi. Yap ichish degan gaplar ya u emas. Bunda ma firqininki, ma bizning gruppininki, shu Shi'i gruppininki, shularning demakchamdi. İçki mahfiyetliklerini etişten saklanish bu ro'za deb bana tushuntirdi. Hatta qiyomat kunisi tirilish deganda qana tafsir qildi desanglar, shularning mazhabiga qana qilish ergashish deb tafsir qiladi. Bir odamninki qiyomat kuni tirilgani, musulmon mazhabiga ergashgani tirilgani shu. Haqiqatni topgani shu. O'ylab baqsaq, hada kulluhu bularning hammasi batil so'z va naslarni butunlay yo'qqa chiqarganlik, vajibatlarni yo'q qilganlik. Qiyomat yo'q degan gap, ro'za tutish yo'q degan gap masalan. Endi muhkam naslarga qilgan ishlari mashta bo'lgan yerda bularning mutashabih tutgan pozitsiyasidan bo'lib ketadi. Maktabda bular shaksiz mutashabihlarda o'zining iz degan narsasini orzu qilganini topadi-da, naslarni ta'vil, o'zgartish va uni batıllarga yordam beradigan yo'llar bilan ta'vil qilishga boradi. Boshqa ish yo'q bularningki. Masalan, azg'un firqalarning ba'zi tarafdan mutashabihga ergashishga bir misol ana qilay. Mutashabihni izg'olashga bir misol keltirma. Bu misol bo'lsa-mu, ba'zi surlarning beshida kelgan hurf muqaddaa. Eng sog'lom pozitsiya bu xil hurf muqaddalardan alif lam mim, zalika degandagi alif lam mimni tafsir qilishda Allohu a'lam bi muradihi. Bu eng sog'lom yo'l. Salaf solihlarning tafsiriga qarab baqsaq, umuman mushkil ifoda qilinmoqliq. Chunki uni bilish zarur emasda. Ammo munharifun yo'ldan chiqqanlar, azg'anlar bu hurf muqaddalarda bir g'ayri qurilib pozitsiyada bo'lgan. Shulardan bir ikki pozitsiyani tilga olaman.
ya'ni inkor qiluvchi holatda degani, ya'ni biz inkor qilamizda uni masalan yoki bir adam munkarin deganga mavqifayn munkarin degan gap bunda e'tirof qila olmaydigan ikki mavqifni degan gap. Ulardan bir guruh kishilar shu tafsirga bordiki, bu harflarni bunda tafsir qiladi. Bu harflar bir so'zlarningki belgilari. Bular buningdan Seyyidimiz Alining xilofatga loyiq ekanligiga dalil keltirdi. Balki taqa bular bu huruf muqatta bilan ularning ba'zi Ali risolatga payg'ambar alayhisolamdanmi loyiqroq degan dalil keltirdi. Xuddi Sayyid Muhammad Rashid Rizo buni keltirgandek qaramoqchi bo'lsak, Al-Wahdatul Islomiyya degan kitob qarasak bo'ldi, bu shaksiz batil. Bu bir. Ikkinchi firqa mushu harflarni bihisabil jamal, ya'ni bir xil bir jumla, ya'ni jamal hisob bilan hisoblab tafsir qilib, buningdan qiyomatning turadigan vaqtini hisoblab chiqaradi va bir nihoyat ozg'un, batil bir quruq gaplarni qana qiladi, o'rtaga tashlaydi endi. Boshqa bir gaplar bor. Abturgada ijmoiy shaklda keldi. Agar bu mazmunlardan to'liq xabar topman desanglar, aka misollardan aslidagi aholi qarasanglar bo'ldi. Masalan, tafsir Baydaviyda, Bahrul Muhitda va boshqa tafsirlarda tafsiliy keltirilgan bu ahvollar. Masala shu savoldoshlar, oxirida xulosalasak, mutashabih degan nima desa, asli yiqilishmaydigan bir siziq. Faqat vazifamiz nima edi? Chunki g'aybiyat masalalari. Bizning asosli muomala qilganimiz nima? Amal qilish uchun, mohiyatiga yetish uchun tirishligimiz mahkam. Bu shaklda bo'ladi, savoldoshlar. Hakaza, mana shuningdek, mutashabihni yuqorida tilga ilingan shakl bo'yicha tafsir qilishga yuzlanganlikninki na aqldan, na naqldan hech dalili yo'q. U degan ozg'unliq va yo'ldan chiqishni tarqatishning vositalaridan bir nima vosita bilan Abdur rahimahulloh bu mazmunni qana qildi, oxirlashtirdi. Shuning bilan bugungi darsimiz mushahada to'xtaydi savoldoshlar. Yoki qarab baqsaq qancha qolmabdi, men oxirsida tugatib o'tdi. Mutashabihningki ahamiyat foydalaridan birisi. Savol kelib qilishi mumkin. Unda da mutashabihni tushurishdagi hikmat nima? Qur'oni Karimdagi buning mavjud bo'lishining hikmati nima desa, buning beradigan javob mutashabihning ahamiyati uni bilish mumkin bo'ladigan va bilish mumkin bo'lmaydiganlarga nisbatan farqli bo'ladi. Birinchidan bilish mumkin bo'ladigan mutashabihlarda bir qancha ahamiyat va biz buni to'rtinchi so'zlaymiz. Birisi ulamolarni shu mutashabihning tutuq yerlarini bilish uchun va uning inchki nuqtalaridan izlanish uchun ketarlik tafakkurga qiziqtirish. Ikkinchisi fazilat, o'zaro urf fazilat farqi, daraja farqlarini o'rtaga chiqishi. Chunki Qur'on hammasi muhkam bo'lsa, hech qanday ta'vilga ehtiyoj bo'lmaydi. U vaqtda butun kishilarningki darajalari o'xshash barobar bo'lib qoladi. Olimning fazilati olim emaslarga oshkor bo'lmaydi. Uchinchisi, texmo ko'p savobga erishish, chunki mutashabih texmo maqsadga yetishda mashaqqatni talab qiladi. Mashaqqatning ziyoda bo'lishi savobning ziyoda bo'lishini keltirib chiqaradi. To'rtinchisi, ko'p bilimni hosil qilish. Chunki shunday deyishimiz, chunki mutashabihni tushunish nahviy ma'no va undan boshqa ma'lumotlarni cho'nqurlashni taqozo qiladi. Arab uslublaridan xabar tepish va boshqa bilimlardan xabar tepishni taqozo qiladi. Bu orqali biz bu bahonada ko'p bilimga erishib olamiz deydi. Ammo gapni Abdur nima uchun deydi desanglar, Abdur asli mutashabihni turga ayirmaydi. Ammo turga ayirmasimi davom etmaydi. Ma'u yuqoridagi gap mushu turdagi jumlani mutashabih deb ataydigan kishilarning fikri bo'yicha deyilgan gap. Bu haqdagi fikrimizni ro'shandadiki, Abdurning ko'z qarashida yuqoridagi jumlalar mutashabih emas, ammo shularning ko'z qarashiga berib turib ahamiyatini so'zlayotdi. İkincisi, bilish mumkin bo'lmaydigan mutashabihning ahamiyatlari, ya'ni rasmiy mutashabih keldi. Bundan to'rtinchi so'zlaymiz. Birisi, bandalarni dal shuning qashida to'xtash, o'qibni to'xtash, tavaqqufni to'xtash orqali imtihon qilish. Chunki g'aybga ishonish iymonning asosiy bir qismi va Allohga topshirish, bo'ysunish
ve tilavet noktasından bununla meşgul buluş arkalık ibadet kılış mesela ben soğuğalırga okşaş gerçi emel kılış durursa olmasın mı? Muşu arkalık bendilerine nispeten bir yaxşılık kılış. Mana bunun da bu mutashabihlarda Allah'tan kelgen her narsege boysunduğan müminin imanı sınır. Öyle bakma biz hala kıyamet günü azap va, cennet va, dozaq var ya noktaga iman etibimiz. Bunun mahiyetiga nöbet yetemeymiz dünyada. Ama Allah koygan imanımız bunu iman etsin taqozo qiladi. Mana bu Allah'tan kelgan bir imtihan. Yani mümin çünkü o mümin Allah'tan kelgan har qanday narsaga iman etidi, tushunsin. Mana bu nokta müminning pozitsiyasi. Ve onu qiraat qilgan vaqtda amanna bih. Kullu min indi robbina deb takrorlaydi. Chunki har narsa kelsa biz Alloh deganlik uchun deb qabul qilamiz. Bu bizning ajr qilishdigan tarafimiz shu. İkinci ahamiyeti Allah Qur'oni Karimda öz ilmiga tanlagan mutashabihning bo'lishining hikmatlaridan birisi aqidadagi ta'sir qilish taraflarini mukammallashtirish. Qanday bunday bo'lsa, shunday bo'lishi chunki qalbni to'ldiradigan, nafsini to'ldiradigan, aqida qiladigan muhim sifatlarning aqidaga to'liqlanishi uchun, to'liqlanganlik uchun ve adamның hayranlığını qozg'aydigan, qalb tushadigan, aqida qiladigan muhim sifatlarning aqidaga to'liqlanishi. Chunki dedik ya, g'aybi bo'lmagan aqida bo'lmaydi. Hamma narsa oshkor bo'lsa aqida bo'lmaydi. Cho'qim biz mohiyatni o'qimaydigan, ammo uning ishini bir tarif bo'lmasa aqida bo'lmaydi. Sayyid Qutb rahimahulloh deydi, g'aybi yo'q, majhulusi yo'q, shundaymi? Ve çeklik insan idrakatidan çoğunluk bir mahiyet olmagan aqida emas. Hemme narsa köz aldıdı lamba, köz aldıdın başkası yok. Manda aqida emas. Nefs, onda aqidada onun tabiatini qandıradigan bir ishlarni topolmaydi. Ve yo'galgan parda orqasidagi yushurun bir majhulga bo'lgan yushurun ishtiyaqini qana qilolmaydi, qandirilmaydi. Aniq ma'lum bo'lsin. Aqidaninki hamma taraf oshkor ketgan aqida bo'lmaydi. İnsanın qalbi ma'lum yushurun nuqtalarga bir intiladigan bir nuqta. İnsan mu'min mushu nuqtadan dunyoda baxtli yashaydi, insonlar bo'lsin. Buni bir oddiy misol olaylik. Biz dunyoda har qancha jafo tatib ketsak, bizni birisi o qadar qiynab ketsami, bizning bir umidimiz bor. Qanday umid u? Men jafoga chilsam, qiyomatda chuqum erishishga. Yashayotgan dunyoyimizning boshqa bir dunyoyimiz bor, jannat. Mushu aqida meni hammaga chidatqizadi. Tatgan jaforimning hammasi menga nisbatan huzur bilinadi. Ammo ko'z oldidagi uning aqidasi bo'lgan haqiqat, masalan, g'arb dunyosidagi ahvol qarab boqaylik. Üzünü öldürüp aldığın, intihar kılığın ahvallar Arap dünyasının intihayın köp. Çünkü ulanın oylaydığın şu küzü kögünü, kılıdığın şu küzü kögünü, hayatta kılıdığın bütün işlerini kıp bakıdı, kalbi aram tatmaydı, işi sıkılıdı, tutuldu, huzur yok, rahat yok. Ahırda mesela o kadar bay iktisadi cihette, siyasi cihette o kadar turaklık durup, üzünü öldürüp aldığın ahvallar nahit köp, psikik doktor hallerinin köp kuruluşu bunun bir sebeplerden birisi. Mana bu müşahid bir iş. Biz hemen ko'rayotgan ishki yoshlarning ahvolini azroq izlangan fikrli kishilar buni bilaraydi. Xususan g'arb diyorlarida. Ya'ni ularning nurg'unlari real dunyodan yiroq g'aybiy ishlarga chaqiradigan fikrlarning nurg'unlarini qurishga intilyapti masalan. Hey bu dunyo bu avqas bo'lmaydi. Avval maddizinchilikqa yuguraydi inson. Ko'z ko'rganga ishonadi, quloq anglaganga ishonadi. Undan keyin bir mazgil yashab boqqandan keyin bularning ichki dunyosi qanmaydi. To'xtab turadi. Bizning yashayotgan bu dunyomiz haqiqiy dunyo emas o'xshaydi. Buning orqasida bir dunyo bor ekan deb mushaga yuguraydi. Bu Allohning inson yaratgan tabiat, insondagi tabiati. Shunlashqa Qur'ondagi mutashabih del insaniyet ruhidagi mushu tarafni to'ldirishda katta bir rol o'ynaydi. O'ylab boqma. Agar biz bir mu'min bo'lib tutunizlar, inson Odam alayhissalomdan tarqalgan, Odam alayhissalom Allohning yaratgan, buni Qur'onda deya bizga mush ideya bo'lmaganida, sizlar mush ideyani kallangizdan silib chiqarib o'tinglar bo'lganning o'zida, sinaq qilib boqaylar, boshqa o'ylab boqinglar inson nerdan paydo bo'lgan.
Aç qolmaysizlar oxirisini. Hele bir gap bor ya, to'xu burun paydo bo'lganmi, tuxummi? Oxirini aç qolmaysizlar. Bir nuqtaga kelib, Alloh mani yaratgan degan nuqtaga to'xtamasangiz oxirini aç qolmaysizlar. İnsanның başlanış noktası qaya, ahirlanish noktası qaya degan nuqtada biz bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan inson oxirisida qiyomat bo'lib, hamma inson yaxshi yomon qilgan ishlarining jazo mukofotini totidi deydigan bir bizda cheklama bo'lmasa, insonning zanjirsimon holatda davomlashib ketaveradigan bir nuqtasida oyoqqa chiqolmaysizlar. O'ylab boqinglar bu nuqtani. Üçüncüden, dal g'ayb Qur'ondagi g'aybiyat masalaları, mutashabih masalaları mushu taraflarni qanday qiladi, hal qiladi savoldoshlar. Üçüncüsü, kishilarning hammasiga umumyuzlik holatda bu kitobga bilan hujjat turg'izish ki kishilar, mayli shaxs yoki jamoat olsun, talpinadigan butun narsalarni olib kelgan bu kitob, mayli xurofot, botildan yiroq turadigan aqida sohasida bo'lsin, haqiqatlarga iymon etishga chaqiradigan aqida sohasida olsun, kishilarning ba'zisi biladigan, inson aqli uning ba'zisini, kishilar uning ba'zisini biladigan, inson aqli uning ba'zisini idrok qilishdan ojiz qiladigan, haqiqatlarni bilishga chaqiradigan aqida jihatida bo'lsin, yoki mukammal bir qonun tashrihda bo'lsin, yoki kishilar orasida turg'izilgan bir buyuk ruhiy hayot haqida bo'lsin, bu haqiqatlarni olib kelgan kitob orqali mana olib keldik. Buni iymon aytmang o'zingizning ishi, ammo buni olib kelganligimiz sizning bilganligingiz rost. Qiyomat kunisi inson ko'z oldiga keltirilgan dalil paketlarga iymon aytmagandan muvofiq shaklda javobini oladi. Dördüncüsü, ulamalar ham shuni tilga oladi, mutashabihning hikmatlaridan birisi balog'atlikmi, degan shu balog'atlik arablarga hujjat tug'izish. Chunki Qur'on ularning tilidan tushdi. Shunda turib bular ba'zi oyatlarning ma'nosini bilishdan ojiz keldi. Mana bu shuni dalolat qiladiki, bu Qur'on Alloh taborak va taoloning qashidan tushgan degan dalolat qiladi. Shu mazmunlar shu hamda muhkam mutashabihning mabhasi, bu ishga yuqorida biz 2 kun o'qidik ya buni. Bu kalam gap buningda ko'p bo'lgan mabahslarning qatorida haqiqatan de agar buningga rasmiy cho'ksak, gap uzun savoldoshlar va kitob yozishim buningda bak ko'p bo'lib ketdik. Yozilgan kitoblar haqiqatan de ko'p. Ba'zilar muhkamni mansuxning bir qismi qiladi. O'ylaymiz hamda bu faslda yuqorida tilga olgan mazmunlar mushu kengir mabhasninki yo'l belgilaridan hisoblanishi mumkin. Degani, mushu orqali sizlar muhkam mutashabih to'g'risida boshlang'ich tushunchaga erishib, bundan keyingi izlanishinglarga bir yo'l belgisi bo'lishi mumkin. Endi texmo kengayishga qiziqadigan o'quvchi mushu bahsninki nima qismlarida, havoshi ostidagi izohat qismlarida men tilga olgan manbalarga qanday qilsa bo'ladi, qaysi bo'ladi? Gap shu. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan to'xtaydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.